Jo'rajon 10 kulish tabri berdi. Dahshat-ku. Hozir. Mana. Shu 10 kulishmi? Saliga nima kallangni ko'tar, mana telefondan ko'tar. Jo'ra uyga mana kellardi. Qaysi biri yaxshi? Manasi yaxshimi yo manasi yaxshimi? Haqiqatan ne обычный? Mana shu yaxshi, mana shu. Nima aytadi bu? Qarag'anmi? Qayda bilayapsan qaysi biri yaxshiligini? Kirib ket telefonni ichiga, ultuv berasan. Jo'ra kecha bitta qiz bilan ko'rishaman deding. Nima bo'ldi? Yoqdimi? Bilmadim, telefon bilan bo'lib yuziga qaramabman. Nima bala qilyapsan? Buncha tikinasan telefonga, nima bor shu telefonda? Jo'rajon Instagramda salom bulola degan akkaunt bor. Vafshi deyapti, videolar qo'yapti. Sun'iy intellektmi, xullas shoshilik narsa bo'ladi. Nimaligini bila olmayapman. Qani? Mana. Haqiqatan Instagram yondiryapti ekan-da. Buni qarab, mana shu profilga obuna bo'lib qo'y, podpisatsiya qilib qo'y. Shunda nima yangilik bo'lsa ham birinchi bo'lib sen bilasan. Profilni belgilab qo'ydim. Sizlar ham o'tib podpisatsiya qilib qo'yingizlar. Nima yangilik bo'lsa ham birinchilardan bo'lib bilamiz. Bosingizlar.